Assalomu alaykum hammaga hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Elbek Nabiyev. Bugungi videoda men sizlarga Talkin Tom va Talkin Angela yo'nalishlarini o'rgatib qo'yaman. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, videoga like bosishni hamda kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Qani ketdik. Birinchi o'rinda Talking Tom yo'nalishidan boshlaymiz. Talking Tom o'yinini ko'pchilik bilsa kerak. Ancha avval chiqqan o'yinlardan biri va yoshligimizda hammamiz o'ynaganmiz va hozirgi kunda ham ko'plab bolajonlar uchun buni telefondagi o'yini va umuman YouTube'dagi kontentlar, videolari juda ham mashhur va haligacha aktualligini yo'qotmagan desam xato bo'lmaydi. Bu yoqda Talkin Angela yo'nalishi ham bor. Bunga birozdan so'ng to'xtalib o'tamiz. Bu yo'nalishni kimga tavsiya qilaman? Asosan, gaming yo'nalishi bo'lsin, ya'ni o'yin o'ynash orqali original kontent qilib yuklamoqchi bo'lganlarga va kanalga hech qanday avtorskiy prava, strayk kelishini xohlamaydiganlar uchun eng oson gaming yo'nalishlaridan hisoblanadi. Bunda nima qiladi? Asosan, telefonda o'ynaladi va montaj ham juda oson. Buni hozir men sizlarga to'liq o'rgatib qo'yaman. Lekin bitta savol tug'iladi. Bu kanalda o'zi, natija bormi, o'sish bormi? Bu yo'nalishda pul ishlasa bo'ladimi? Nimani tavsiya qilyapsan o'zi degan savol tug'ilishi mumkin sizlarda. Hozir bu kanalda linkini nusxalab olamiz va rostdan ham pul ishlaydimi, monetizatsiyaga ulanganmi, shuni aniqlaymiz. Bizda sayt bor. YouTube Lurs degan saytga kanalda linkini tashlab, qidiruvda bosamiz va ko'rib turibsiz, bu kanal Channel Monetizate degan yozuvga ega, ya'ni bu kanal pul ishlashga ulangan ekan. Reklama aktiv va entertainment, ya'ni ko'ngilochar yo'nalishda tanlab qo'ygan. Bir oylik daromadi bo'lsa, oxirgi oy $6400 atrofida bo'lgan. Bu kanal juda ham yaxshi daromad qiladi. Chunki juda ham katta muxlislarga ega kanal hisoblanadi. Endi ikkinchi kanalimizni ko'ramiz. Talkin Angela yo'nalishida ekan. Prevyular juda ham oson. Buni sun'iy intellektda yasatyapti hozirgi kunda. Bitta buyruq bilan 1 minutda yasab olasiz. Buni ham shu asosan 3 yoshdan 12-14 yoshgacha bo'lgan yosh bolalar ko'rishadi. Bunaqa yo'nalishlarda shunaqa oson kontent qilmoqchi bo'lganlarga va ko'proq ayol-qizlarga tavsiya qilaman. Kelinglar, bu kanalimizda ham o'zi pul ishlaydimi, rostdan ham kelajak bor yo'nalishimiz, shuni ko'rib chiqamiz. Va mana Talkin Angela, ya'ni Angela Party degan kanalimiz ham bu yoqda pul ishlayotgan reklama aktiv va gaming yo'nalishi tanlab qo'yilgan. Oxirgi oydagi daromadi $4000 atrofida bo'lgan. Nega bunaqa katta daromad desanglar, chunki gaming yo'nalishda RPM baland bo'ladi. O'rtacha $5 gacha yoki $5 dan yuqori ham bo'lishi mumkin. Har bir mingta prosmotrga pul to'laydi do'stlar. Bu yoqda yana boshqa ma'lumotlarni ham o'qishingiz mumkin. Bu saytda linkini men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Xo'p, endi yo'nalishda o'zini obzor qilamiz. Bironta videosiga ko'ramiz. E'tibor bering, videolarda prosmotr bir sakraydi, bir pastga tushadi. Ya'ni ba'zida prosmotrlar ko'p ko'riladi, masalan 36 ming, keyingisi 7 mingga tushib qolgan. Keyingisi yana 12 ming, ba'zan pastlaydi, ba'zan ko'tariladi va bu normal holat. Har qanaqa yo'nalishda kanalda prosmotr ko'tarilishi va pastlash holatlari kuzatiladi. Xo'p, kelinglar endi videoni o'ziga to'xtalamiz. Masalan, mana yangi video qo'yibdi. E'tibor bering, o'yinda ekran zapis qilgan, telefonda o'ynagan, ya'ni telefonda tik holatda turgan holatdagi o'yin. Buni 2 marta ekran zapis qilib, 2 xil qilib o'ynab chiqqan. Aynan mana shu videoda esa bir marta o'ynab olganda videoni ikkitaga ko'paytirib, ya'ni videoni teskari qilib qo'yib qo'ygan. Asosan shunaqa. Qiziqarli qilib bu o'yinni boshlab har xil o'ynash kerak. Biz bu videoni davomida oxirigacha ko'rsanglar, qanday qilishni ham o'rgatib qo'yaman. Prevyusi ham juda oddiy. O'sha rasmda skrinshot qilib olgan va prevyulari ham juda oddiy, bemalol shunga o'xshash preview yasab ber desanglar, ChatGPT yoki Gemini sizlarga prevyusini yasab beradi. Talkin Angela yo'nalishini ko'radigan bo'lsak, bu yoqda kanalni nomi chiqyapti va obuna bo'ling, like bosing degan yozuv bor. Qarang, videoni boshida ikkita mashhur personaj chiqadi. Bunisi Poppy Playtime'dagi qiz ekan, bunisi qaysidir K-pop Demon Hunters, ya'ni shunaqa mashhur ayollar, qizlar yoki aktrisalarda penjesini qo'yadi-da, bu o'yindagi mushukchani o'shanga o'xshab bo'yantiradi, kiyintiradi. Xullas, o'shani hayot tarzida yashatirib ko'rib chiqadi. Sizlar ham bemalol o'yinda o'ynab, shunaqa kiyintirib, bo'yantirib, qiziqarli qilib ekran zapis qilib olishinglar kerak. Videoni uzunligiga e'tibor bering, 8 daqiqa. 8 daqiqadan kam qilmanglar, shunda ko'proq reklama tiqish imkoni bo'ladi videoni. Shuning uchun 8-10 minut atrofida video tayyorlashingiz kerak. Uyg'onadi mushuk va hojatxonaga borgisi kelib qoladi, yuvingisi kelib qoladi. Siz buni hojatxonaga borgizasiz va yuvintirasiz, epaqaga keltirib olasiz ko'rinishini, undan keyin kiyintiradi mana. Bu jarayonlarni ham ko'rsatgan. Kiyim tanlaydi, mana shu
personajga qarab. E'tibor bering, chap tarafidagi personaj mana bu ko'k qizga o'xshab kiyintiradi buni, bo'yantiradi. O'ng tarafdagini esa o'ng tarafdagi rasmdagi qizga o'xshab kiyintirib bo'yantiradi do'stlar. Buni ham bir marta o'yinda o'ynab zapis qilib olgan, ikkinchisini ham alohida zapis qilgan, shuni CapCut'da birlashtirib qo'yib qo'ygan. Eng muhimi siz taqlid qilishingiz kerak bo'ladi. Mana shu personajga o'xshatib kiyintirasiz, bo'yantirasiz. Shunga o'xshagan gaming qilishingiz kerak, ya'ni o'yin o'ynashingiz kerak. Va bu yoqda kiyimini ham maxsus o'zi bo'yab tiktiryapti. Va bu yoqda ovqatlantiradi. Xullas, juda ham oson o'yin do'stlar. Endi esa bu yo'nalishlarni telefonda qanday qilishda sodda qilib ko'rsatib beraman. Lekin do'stlar, undan avval mening Elbek Nabiyev nomli Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yishlarini tavsiya qilaman. Bu Telegram kanalimda men YouTube klub jamoamiz bilan juda ham ko'p yangiliklar ustida ishlayapmiz. Bu yoqda YouTube'da sirlari, haqiqatlari haqida bo'lishib boraman. Shogirdlarimizning natijalari va Telegram uchun alohida yana bonus darslarni berib boraman. YouTube'ga chiqmaydigan darslarimiz Telegram kanalimizga chiqadi va har hafta yakshanba kuni Telegram kanalimda bepul jonli darslar bo'ladi. Bemalol shaxsan o'zimga savollar berib, YouTube'da o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Endi esa telefonda nima qilishimiz kerakligini o'rganamiz. Buning uchun Play Market yoki App Store ga kiramiz. Va qidiruv bo'limidan bizga kerakli o'yinlarni yuklab olamiz. Agar siz Talking Tom yo'nalishida ishlamoqchi bo'lsangiz, Talking Tom deb yozasiz. Agar siz Talking Angela yo'nalishida ishlamoqchi bo'lsangiz, Talking Angela deb yozasiz. Demak, Talking Tom deb qidiramiz. Bu yoqda juda ham ko'plab o'yinlar chiqib keladi. Siz 3-4tasini ham yuklab bemalol kontent qilishingiz mumkin. Maslahatim mana shu eng oxirgi trenddagilarni ishlatganingiz ma'qul. Talking Tom ikkinchi qismini yoki birinchi qismini ham bemalol o'ynasangiz bo'ladi. Men hozir ikkinchi qismini yuklab ko'rsataman. E'tibor bering, Play Marketdan yuklaganingiz yoki App Storedan yuklaganingizda hammasini noldan boshlaysiz. Pulingiz cheksiz bo'lmaydi va ichidagi kiyimlari ham birdaniga ochilmagan bo'ladi. O'yinda missiyalarni bajarib, keyin ochasiz. Lekin birdaniga siz hamma narsasi qulfdan ochilgan va puli cheksizini xohlasangiz, buni mod versiyasini yuklab olishingiz kerak. Men mod versiyasini yuklashni bepul darsligini Telegram kanalimga joylab qo'ydim. Bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Men esa hozir oddiy versiyasini yuklayman. Endi esa Talking Angela deb qidiramiz va juda ham ko'plab qismlar chiqib ketgan bu yoqda. Imkon qadar eng oxirgi trenddagisini yuklab olishingiz kerak. Masalan, Talking Angela Tom ikkinchi qismi hozir trendda, demak shuni yuklab olamiz. O'yinlarni yuklab olishimizdan so'ng siz Talking Tom qilasizmi, Talking Angela qilasizmi? Umuman farqi yo'q. Ekranimizda yozib olishimiz kerak. Ekranimizda yozib olish uchun telefonimizda o'zini ekran zapis funksiyasini yoqamiz yoki Play Marketdan Screen Recorder, misol uchun zapis ekrani deb qidiramiz va ekranda yozishga bosamiz. Ekranda yozib olishni bosib o'yinga kiramiz. Masalan, birinchi Talking Tomni ko'rsatib beraman. Hozir men o'yinni noldan boshlayapman, lekin sizlar o'ynab olib, biroz o'yindagi darajangizni ko'tarib olib, keyin kontent qilishda boshlashingiz kerak. Yoshing tanlanyapti, imkon qadar kattaroq yosh tanlaymiz. O'zingizning yoshingizni kiritasiz. Xo'p, tasavvur qiling, siz ekran zapis qilishda boshladingiz va xuddi shunday chiqadi o'yin. Boshida joni ham kam bo'ladi va mushukcha kir. Mushukchani o'ynaysiz, urib ko'rasiz, gapirtirib ko'rishingiz mumkin. Birinchi o'rinda hojatxonaga masalan kirgizasiz va kutib turasiz. Keyin buni yuvintiramiz. Imkon qadar shunaqa qiziqarli qilib har xil shampunlarni yuvintirasiz. O'yinda o'ynaysiz bemalol. Keyin uxlatishingiz mumkin bu yoqda. Ovqatlantirasiz. Ovqatlarni har xillarini sotib olishingiz kerak. Xullas, buni o'ynash juda ham oson. Xuddi shunday tarzda qiziqarli o'yinlardan o'ynab 8 minut, 10 minut, uzoq 20 daqiqa o'ynab ekranda zapis qilib olishingiz kerak. Bu yoqda qiziqarli narsalari bor. Kiyintirishingiz mumkin, har xil kiyimlari bor. Rangini o'zgartirasiz. Xullas, yosh bolalarga yoqadi. Imkon qadar shunaqa qiziqarli o'yinlar qilib, ekranda yozib olasiz. Demak, xuddi shunday qilib raqobatchilar videosini ko'ring. Shunaqa kontent qiladigan 5 ta kanalga obuna bo'lib, nima qilsa siz ham o'shanga o'xshatib kontent qilishingiz kerak. Endi esa Talking Angela'da nima qilishni qisqacha ko'rib chiqamiz. O'yin boshlandi, e'tibor bering. Hali juda ham ko'p missiyalari bor. Undan keyin buni ham yuvintirasiz, sochini taraysiz, taroq bilan tarab mayinlashtirsangiz bo'ladi, tuklarini masalan. Undan so'ng ovqatlantirasiz, har xil narsa yegizasiz va eng muhimi
O'sha siz tanlagan personaj bo'ladi PNG formatda. Masalan, hozir Wednesday trend bo'lishi mumkin. Har xil seriallardagi qahramonlar trend bo'lishi mumkin. O'shanga o'xshatib kiyintirishingiz kerak, ovqatlantirishingiz kerak va eng muhimi bu yoqda kiyim-kechaklarni o'sha personajga o'xshatib kiyintirib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Masalan uchun bosh kiyimi, oyoq kiyimi va boshqa kiyimlarni ham ana shu trenddagi personajlarga o'xshatib kiyintirasiz. Sekin-sekin har xil kiydirib ko'rib vaqtni cho'zasiz. Chunki tomoshabinlar qiziqadi, nimani kiydiradi, qanaqa qiladi deb siz sekin-asta shunaqa qilishingiz kerak. Va har kuni o'ynasangiz tushunib olasiz. Bu o'yinlarni o'zi boshlashdan avval bir haftacha o'ynab, yaxshilab tushunib olishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Endi esa montaj qismiga o'tamiz. Videoni montaj qilish uchun bizga CapCut ilovasi kerak bo'ladi. Buni ham Pro versiyasini men Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Bemalol o'tib yuklab olishingiz mumkin. Bu yerdan yangi video yasashni bosamiz va galereyamizga olib kirib ketadi. Biz o'zimiz o'ynab ekran zapis qilib olgan videomizni tanlashimiz kerak bo'ladi. Videoni tushirganimizda quyidagicha shorts formatida bo'ladi. Biz CapCutni pastini suramiz va aspect ratio degan joyi bor. Shuni bosib turib 16 ga 9, ya'ni YouTube formatini tanlab qo'yishimiz kerak. Hozir men biroz avvalgi joydan qirqib oldim, lekin siz to'liq o'ynab chiqishingiz kerak bo'ladi. Bu videoni ushlagan holatda duplicate yoki kopirovat bosamiz. O'yinimiz ikkita bo'lib qoldi. Endi o'sha ikkinchisini overlayni bosib pastga tushirib olishimiz kerak va uni tepasiga surib qo'yamiz. Va bittasini qo'limiz bilan cho'zamiz, chap tarafga olib kelib, qo'limiz bilan kattalashtirib qo'yishimiz kerak. Va ikkinchisini ham xuddi shunday cho'zamiz va kattalashtirib qo'limiz bilan yarmiga qo'yib qo'yamiz. Qarabsizki, bizga bitta o'yinimiz ikkita bo'lib qoldi. Xuddi shunday qilib siz ham shunday kattalashtirib qo'yasiz. Va e'tibor bering, ikkinchisini ushlab turgan holatda bu yerda transform degan tugma bor. Shuni bosamiz va mirrorni bosamiz. O'yinda aksi paydo bo'lib qoladi. Endi ko'ramiz. Keyin buni yo'ntiramiz. Ya'ni xuddi o'sha o'yin faqat ikkita tarafdan bo'lib qoldi. Ya'ni xuddi o'yin tarafdan qaragan va bittasi chap tarafdan qaragandek bo'lib qoldi. Biroz to'g'rilab olamiz kamchiliklarni. Va mana xuddi shunday qilib siz 8 minutgacha bo'lgan davrda Tomda o'ynaysiz. E'tibor bering, o'yinda o'zini ovozi bo'lish kerak. Qanaqadir qiziqarli musiqalar qo'shmang, avtorskiy prava tushishi ehtimoli bor va har xil bu yoqda effektlar bor. Qiziqarli qilish uchun video effektdan har xil effektlarni qo'yishingiz mumkin. Bemalol shunaqa o'zingiz xohlagancha qiziqarli montaj qilib bo'yitsangiz bo'ladi. Talqin Tomda montaji shunaqa oddiy bo'ladi. Endi Talqin Angelani montajga kelsak, buni 2 marta alohida o'ynaysiz. Ya'ni birinchi safar masalan bironta bitta qizni ko'rinishiga o'xshatmoqchi bo'lsangiz, o'shanga o'xshatib o'ynab chiqasiz, o'sha mashhur odamdaqa kiyintirasiz. Keyin ikkinchi marta o'ynaganingizda umuman boshqa personajga o'xshatishingiz, boshqacha kiyintirishingiz, boshqacha bo'yantirishingiz kerak bo'ladi. Men hozir bitta videoni 2 marta qilib ko'rsataman, lekin siz alohida o'ynab ekran zapis qilib olishingiz kerak. Bunisini biroz kattalashtirib ekranda chapiga qo'yaman. Siz ikkinchi videoni bu yoqdan overlayni bosib, add overlay qilib galereyadan tanlaysiz. Men esa hozir xuddi shuni kopirovat qilib sizlarga ko'rsatib beraman. Tasavvur qiling, bu ikkinchi video umuman boshqa video. Buni ham tepasiga qo'yib olasiz, faqat o'ng tarafiga surib qo'yasiz. Ikkinchi video umuman boshqacha bo'lishi kerak va xuddi shunday tarzda videoni joylashtirasiz. Faqat ikki xil gameplay ketsin. Umuman boshqacha kiyim kiysin, umuman boshqacha harakatlar qilsin va umuman boshqacha kiyintirishingiz, bo'yantirishingiz kerak bo'ladi. Endi biz qaysi personajga o'xshatyapmiz, o'shani PNG rasmini bu yoqqa qo'yib qo'yishimiz kerak. Buning uchun Google ga kirib, bemalol o'sha o'zimizga kerakli personajlarni PNG formatini yuklab olamiz. Masalan, Wednesday personajini qidirdim va ustiga bosamiz. Rasmni yuklab olamiz download image qilib. Xuddi shunday qilib ikkinchi personajimizni ham yuklab olishimiz kerak. Ikkinchisiga masalan mana shu multfilmdagi personajni yuklab olyapman. Va bu yerdan overlayni bosamiz, add overlayni bosib o'sha rasmlarimizni tanlab olishimiz kerak. Masalan, chap tarafdagi o'yiningizda mana shu multfilmdagi personajga o'xshatib kiyintirgan bo'lsangiz, buni biroz kichkinalashtirib, chap tarafga qo'yib qo'yishingiz kerak bo'ladi va xuddi shunday turadi. Va ikkinchisi Wednesday bo'lsa, buni ham xuddi shunday kichkinalashtirib o'yin tarafga qo'yib qo'yasiz.
Shunda odamlar tushunadi, o'ng tarafdagi o'yiningizda siz Wednesdayga taqlid qilgansiz, chap tarafdagisida esa mana shu personajga taqlid qilgansiz. Bu rasmlarni ham uzunligini cho'zib, videoni oxirigacha cho'zib qo'yishimiz kerak. Va buni ham xuddi shunday oxiriga cho'zib qo'yamiz. Montaj juda oson. Men juda ikir-chikirigacha ko'rsatib o'tirmayman. O'zingiz raqobatchilaringiz nima qilsa, o'shanga o'zingiz fantaziyangizdan kelib chiqib qo'shimchalar qo'shishingiz mumkin. Bu juda ham oson bo'ladi. Mana endi ko'rishimiz mumkin. Xuddi shunday video xuddi raqobatchilarimizga o'xshadi, juda ham oson. Va bunda ham qanaqadir effektlar qo'shib, qo'shimcha narsalar qo'shib, qiziqarliroq qilsangiz bo'ladi va videoni yuklab YouTube ga joylaysiz. Previewsini ham o'yindan screenshot olib, Gemini yoki ChatGPT ga tashlab o'zgartirishingiz mumkin yoki raqobatchilaringizga o'xshab birga bir previewni sun'iy intellekt orqali yasatishingiz mumkin. Va videoni yuklayotganda yuqoridan sozlamalardan albatta Full HD ni tanlab qo'ying va 30 fps yoki 60 fps ni tanlab, bitrate ni esa 40 yoki 50 qilib yuklashni tavsiya qilaman. Har bir video shunaqa yuqori sifatda yuklansa, ko'rish ehtimoli yuqori bo'ladi. Va eng muhimi, video ustidagi personajlarni imkon qadar trenddagi va mashhur insonlarni tanlashni tavsiya qilaman. Bu kinolardan yoki multfilmlardan bo'lishi mumkin. Mana do'stlar, bu yo'nalishlarda qanday qilib video tayyorlashni ham qisqacha ko'rib chiqdik. Keyingi videoda qanaqa yo'nalishlarni o'rgatay? Sizda nima qiynayapti? Buni kommentariyaga yozib qoldiring. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Agar siz quyidagi yo'nalish bo'yicha professional YouTube kanal ochtirmoqchi bo'lsangiz, Telegram orqali bizga yozing va sizga professional xizmat ko'rsatamiz.